Assalomu alaykum aziz do'stlarim. Siz UzPro Live kanaldasiz. Futbolni ko'rdingizmi? Arsenal bilan Real Madrid o'yini. To'g'risini aytganda, men Arsenaldan bunaqa o'yinni kutmagandim. Raymi ikkita gol shtrafnoydan, 3-goli ham вообще zo'r. Real mehmonda o'yna olmadi. Endi o'zingizni fikringizni yozib qoldiring kommentariyada. Javob uchrashuvda Real comeback qiladimi, penalti bo'ladimi, yutadimi, keyingi etapga o'tadimi, nima bo'ladi? Lekin menga Arsenalning o'yini yoqdi, to'g'risini aytganda. Arteta o'z jamoasini ruhan va taktik jihat bo'yicha juda ham zo'r tayyorlagan. Realning hamma fishkasini analiz qilib chiqqan. Ular o'sha biladi. U Chelsea emas, u Liverpool emas, u Manchester City emas. Ko'p mana shu APL komandalari zashitaga e'tibor berishmaydi. Opeka degan narsani bilishmaydi. Opeka ya'ni bitta sopernikni, hujumchisini ushlash. Bitta o'yinchi обязательно yo'llab qo'yishadi shu hujumchini qo'riqlash uchun. Обязательно har doim bitta o'yinchi yonida qo'riqlab yuradi. Vaziyat yaratmaslik uchun hamma joyni yopib tashlaydi. Mana bu Kantaga o'xshagan futbolchilar, Kazemiroga o'xshagan опорный полузащитник deyishadi ruschadan. Tayanch yarim himoyachisi. Mana shu bitta o'yinchiga nima bo'ladi? Lekin bu Arsenalda boshqacha stil, boshqacha yondashish va Arteta o'z sifatini ko'rsatib qo'ydi. Va bu yerda aytishim mumkinki, mana shu futbolchi Arsenalda o'ynagan, ikkita gol urgan shtrafnoydan hamma narsani hal qilib qo'ydi. To'g'risini aytganimda, zo'r. Menga juda ham birinchi shtrafnoy jarima zarbasi yoqdi, chunki bu zarba aylanib menga Roberto Carlosni Angliyaga urgan golini eslatdi. Aylanib o'tdi-yu, mana bu devorni aylanib o'tdi. Ikkinchi goli ham shunaqa 9likka tiqib yubordi-yu, 9 девятку deydi-yu, ruslar aytishadi, девятку deydi. Mana shu goli ham juda ham yoqdi. Mana shu tepasiga kirib ketdi-da u. Shunaqa. O'zim Real Madrid muxlisi bo'lsam ham, lekin o'yin yoqdi, juda ham sportivniy. Mana bu haqiqiy futbol desam bo'ladi. Atletico Madridga o'xshab zashitaga yotib qolmadi. Arsenal bitta urgandan keyin yana hujum qildi. Realga keladigan bo'lsak, Real Carlo Ancelotti bu yerda Kylian Mbappe, Rodrigo va boshqalarga, Viniciusga asoslangan holda har bitta futbolchini o'z imkoniyatidan kelib chiqqan holda ularga ishondi, mahoratiga ishondi. Lekin bitta ikkita futbolchi hal qilib qo'ya olmaydi-da bu yerda. Ular Ronaldo emas. Tan olish kerak. O'z fikringizni, izohlaringizni qoldiramiz mana shu videoning tagida va meni kanalimga obuna bo'lamiz va mana shu videoga like bosamiz, ko'proq odam ko'rishi uchun. Qo'llab-quvvatlaganligingiz uchun rahmat. Siz bilan Abdulaziz bo'ldi. Hammaga omad. Meni kanalimni kuzatishni davom eting. Поддержка.